Assalomu alaykum hamyurtlar. Mana men hozir Al-Buxoriy masjidini ichida ichki nimalarini olgani kirdim. Ichki maydoni bu. Mana bu tashqaridan ichkariga kirish zinalari mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu aylanasiga juda katta maydon qilingan. Ayvonlar qilingan. Mana bu siz so'ragan chinorlar, mana chinorlar qani deb so'raganlar uchun mana bu chinor daraxtlari shu masjidning ichida qoldirildi. Necha yuz yillik chinorlar bular. Mana bu ayvonlar ham juda bir chiroyli tarzda qurib bitkizildi mana. Mana shunday bir holatga kelgan hozir ichki qismlari Al-Buxoriy masjidini ichki qismi. Mana bu chinorning oldiga mana suv havzasi qo'yildi mana. O'sha qaynar buloq deyardi, endi shuni o'rniga bu qo'yildi. Mana bu chinorlar. Bir tup, ikki tup, uch tup, to'rt tup, besh tup, olti tup katta chinor daraxti bor. Uning yonida yana bir tup, ikki tup, uch, to'rt tup yangi o'sib chiqqan chinor daraxti. Mana bu esa Al-Buxoriy bobomizning qabrlari bo'ladi mana. Bu asosan Qur'on tilovat qilish uchun tepadagi nimasi, pastida haqiqiy qabrlarni ham olib ko'rsataman. Yer osti nimasida. Podval deydimi, yer ostida. Mana shunday holatga kelgan hozir mana. Ayvonlar juda chiroyli va go'zal holatda mana. Bu ichki qismi.